Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'shaga etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor, pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan raqamingiz bor. Zo'r o'g'il bolasiz. U yoqqa urasiz, bo'lmaydi. Bu yoqqa urasiz, bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz, bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayoti yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasining katta pulini ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'lda bosib o'tadi. To'g'ri aytyapman kattalar. Studentlarga hayron qolasan. Yil davomida darsga qatnashmay, bahomay yuradi-da, ekzamen bo'ladigan kuni 2 kun shunaqa qattiq o'qiydi, ekzamendan o'tib ketadi. Shu yilda yarmida shunchalik o'qib qo'ysang, qanaqa bo'lardi ekan-da? Bu hammamizga tegishli narsa. Imoratmi, tijoratmi, nima ish qilyapmiz? Biz Alloh taoloning An-Nasir ismidan Allohdan yordam olishligimiz uchun shu narsa bo'lishi kerak. Iymon va sabablar.